Andijonda o'tkazilayotgan Pavlonia Fest tantanalari oqshomlari juda ham yuqori kayfiyatda o'tkazilmoqda. Assalomu alaykum muhtaram do'stlar, qadrli yurtdoshlar. Biz yana to'g'ridan-to'g'ri jonli efirda ayni daqiqalarda Andijon shahrining 24/7 formatida faoliyat olib borayotgan, ko'chada o'tkazilayotgan bayramni taqdim etmoqdamiz. Ushbu joyga tashrif buyurgan yurtdoshlarimizni kayfiyatlari juda ham a'lo darajada. Pavlonia ostida o'tayotgan bu kabi oqshomlar har bir insonda unutilmas xotira qoldirmoqda va aynan yoshlarni ham ishtiroki juda ham faol bo'lmoqda. Yana bir suhbatdoshimiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ko'rib turganmiz, festival juda ham bir o'zgacha tarzda, ayniqsa yoshlarning xotirasida unutilmas tarzda qolmoqda. Bu kabi festivallar sizning xotirangizda qanday muhrlanyapti? Xabaringiz bor, Andijonda Pavlonia gullarida hamda Pavlonia Fest 2026 festivali keng ko'tarinki ruhda o'tkazilmoqda va talabalar mana shu tadbirlarda ham faol ishtirok etmoqdamiz. Iqtidorli talabalarimiz sahnada o'z iqtidorlarini namoyon etishmoqda va biz faol talabalarimiz mana shunaqa Andijonimizning aholisi bilan birgalikda mana shunaqa sho'x tadbir bayramlarda ishtirok etmoqdamiz. Bilasizmi, gullar qayerda gullaydi? Gullar bu tinch yurtda gullaydi. Tinch yurtga esa shunaqa bayramlar, festivallar yarashadi. Hamda bunda barcha Andijon shahrini mana shunaqa festivallarda, bayramlarda faol ishtirok etishiga, oilaviy kelib do'stlar bilan aylanishga chorlab qolamiz. Aynan Pavlonia festivallari ilk marotaba Andijonda o'tkazilmoqda. Bu kabi festivallar yoshlar uchun nima beradi? Aynan yoshlar o'zlariga bir qanday ishtiyoq olmoqda? Albatta, bilasizmi, odamning ishtiyoqi kuchayishi atrofga bog'liq, ya'ni muhitga. Muhit qanchalik chiroyli bo'lsa, ishtiyoq ham ko'tarilib boriladi. Bilasizmi, Pavlonia gullariga qarasangiz, xuddiki go'zallikka qaraysiz, hech qachon to'ymaysiz. Ayniqsa uning hidiga, aynan menda shunaqa bo'ladi, uni atrofga tarayotgan xushbo'y hidlari insonga energiya va nima deydi, ishtiyoqiga ishtiyoq qo'shib, yanada atrofga bo'lgan go'zallikka qarab, energiyamiz oshib, yanada o'sha yetakchiligimizni ko'tarishga yordam beryapti. Albatta, demak, sizga rahmat aytamiz. Oqshom juda ham o'ziga xos tarzda bo'lmoqda. Salomat bo'ling deymiz va biz davom ettiramiz muhtaram do'stlar. Ko'rib guvohi bo'lmoqdasiz, bu yerda nafaqat konsert dasturlari, balki rassomlarning ko'rgazmalari ham o'tkazilmoqda. Ayni daqiqalarda esa biz ijodkorlar, ya'ni rassomlar bilan suhbatlashamiz, ularni kayfiyatlarini bilamiz, ijodda nima gaplar deya ularga savollarimizni taqdim etamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kayfiyat qanday? Zo'r, a'lo darajada. Ko'rib turganmiz, bugun o'tkazilayotgan festivalda aynan o'zingizning rasmlaringiz bilan ishtirok etmoqdasiz. Aynan ijodda, mana shu rasmlarda ko'proq nimani aks ettiryapsiz? Mana bugun biz Andijon davlat pedagogika instituti jamoasi bilan birgalikda Pavlonia festivalida ishtirok etmoqdamiz. Festival juda qiziqarli va maroqli darajada, qizg'in darajada ketyapti. Biz rassomlar ham o'z jamoamiz bilan birgalikda Pavlonia daraxtlarini, bahorni, shu konsertni aks ettirgan holda festival ishtirokchilarini qiziqishlarini uyg'otmoqdamiz. Aynan mana shu rasmlaringiz orasida Pavlonia daraxtiga ham to'xtaldingizmi, chizib ko'rishga harakat qildingizmi? Jamoamiz hammamiz har xil joylarni bo'lishib chizyapmiz. Aynan men Pavlonia daraxtini chizyapman. Endi qanday bo'lyapti bunga rang tasvir ajratish? Aynan Pavlonia faqatgina birgina oq rangda emas, balki siyoh rangi ham mavjud. Pushti, qizil, siyoh rang, barcha ranglarda pastdagi odamlar bilan birgalikda qizg'in tarzda chizyapmiz. Aynan bu kabi o'tkazilayotgan festivallarda aynan mana shu ko'rgazmalarni ko'rgan yurtdoshlarimiz ularga qiziqish bildiryaptimi? Birinchi o'rinda ularga beradigan savol, o'zingizlar chizdinglarmi? Necha pulga sotasiz? Shunga o'xshash qiziqarli savollar berishadi. O'zimiz chizganmiz, shu yerda chizyapmiz deymiz. Meni chizib bera olasizmi deyshadi. Aynan bitta suratni chizish uchun qancha vaqt ketyapti? Jarayonni o'zida. Hozirda 2 soat, 3 soatda bitta suratni chizib tugatamiz. Albatta. Demak, ko'ryapmiz, konsertlar ham albatta ijodkorlarning ijodiga kayfiyat bag'ishlaydi, ilhom baxsh etadi. Ushbu festivaldan olgan taassurotlaringiz bilan o'rtoqlashing. Festivalda jamoamiz, o'zimizni tanishlar hammasi bilan birgalikda ishtirok etyapmiz. Bu bizga yoqyapti. Konsertlar hammasi. Rahmat aytamiz sizga ham. Demak, biz davom etamiz muhtaram do'stlar. Ayni daqiqalarda esa 24/7 formatda faoliyat olib borayotgan ko'chalar o'ziga xos tarzda rang-barang chiroqlar va aynan Pavlonia gullari bilan birgalikda ayni daqiqalarda esa biz
navbatdagi suhbatdoshlarimiz bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum, kayfiyatlar qanday? Assalomu alaykum. Kayfiyatlarimiz zo'r. Bugungi tadbir juda ajoyib, ko'tarinki kayfiyatda o'tmoqda. Ko'ryapmiz, barchangiz bir xil milliy libosdasiz. Ha, bu Pavloniya kuniga bag'ishlangan festivalda bizning institutimiz anaqa mezbonlik qilyapti. Shuning uchun biz ishtirokchilar bo'lib bir xil kiyimlarda keldik. Xo'p, demak sahnada chiqishlarni amalga oshirdingiz. Qanday chiqishlar? Andijonda madh etilgan chiqishlarda qildik. Qo'shiqlarimiz jam bo'lgan Andijon qo'shiqlarida chiqdik. Xo'p, demak ayni daqiqalarda sizlardan she'r eshitamizmi yoki qo'shiqlar? Xo'p, qani birgalikda tinglaymiz. Omon yor o'ynasang-chi, omon yor, belingni bog'lasang-chi, omon yor. Omon yor o'ynasang-chi, omon yor, belingni bog'lasang-chi, omon yor. Shunday go'zal zamonda omon yor, ochilib o'ynasang-chi, omon yor. Shunday go'zal zamonda omon yor, sochilib o'ynasang-chi, omon yor. Haydoda, voydoda, omon yor, ochilib o'ynasang-chi, omon yor. Haydoda, voydoda, omon yor, sochilib o'ynasang-chi, omon yor. Rahmat. Aynan bu kabi festivallar yoshlarni xotirasida qanday taassurotlar bilan qolmoqda? Aynan bahoriy kayfiyat har bir insonga hamroh bo'lmoqda va ayni daqiqalarda biz turgan ko'cha juda ham bir o'ziga xos tarzda go'zal. Har bir insonni o'ziga maftun etyapti. Sizlarda qanday taassurot qolyapti? Bu yangi ochilgan ko'cha. Bu yerga biz birinchi marta kelishimiz shu festival orqali shu yerga kelib, bu yerning chiroyliligini ko'rib, xursand bo'lyapmiz. Kayfiyatimiz yanada ko'tarilyapti. Nafaqat biz, balki barchaning kayfiyati ko'tarilyapti. Aynan bahorda ko'proq ochilayotgan daraxtlardan Pavloniya o'zini chiroyi bilan maftun etyaptimi sizlarni ham? Albatta maftun etyapti. Shunday ko'chamizda yurganda ikki tomonda Pavloniya daraxtlari chiroyli bo'lib ochilib tursa, kayfiyat yo'q odamda ham kayfiyatini ko'tarib tashlayapti. Albatta, rahmat aytamiz, salomat bo'ling deb qolamiz va muhtaram do'stlar, ko'rib turganingizdek biz to'g'ridan-to'g'ri jonli efirda Andijon telekanali ijodkorlari Pavloniya Fest 2026 tantanalarining kechki oqshomlaridan sizga to'g'ridan-to'g'ri jonli efirlarni taqdim etib bormoqdamiz. Andijonimizda o'tkazilayotgan bu kabi madaniy tadbirlar, ushbu festival faqatgina madaniy konsert sifatida emas, balki madaniyat, san'at, tabiatni o'zaro chambarchas bog'liq sifatida barcha insonni xotirasida qolmoqda. Bu tadbirlar orqali esa atrof muhitni asrashga ham o'zimizda hissamizni qo'shyapmiz. Ayni daqiqalarda ko'rib turganingizdek, bugungi Pavloniya Fest tantanalari juda ham yuqori kayfiyatda o'tkazilmoqda. Biz esa aynan pedagog xodim, ustoz bilan suhbat qilmoqchimiz. Ko'ryapmiz, Pavloniya Fest tantanalari Andijonda ko'tarinki ruhda o'tkazilmoqda. Aynan Pavloniya o'zi nima? Buni inson salomatligiga qanchalar foydasi bor? Assalomu alaykum. Haqiqatan bugun Andijon shahrimizda juda go'zal tadbirlar bo'lyapti. Bu bayram yurtimizdagi tinchlik, xotirjamlik mana shu bayramlarni o'tkazishga asos bo'lib xizmat qilyapti. Chunki mana shu Pavloniya daraxtini gullagan davri aynan bizdagi bahordagi mana shu odamlarimizning kayfiyatini ko'tarinkiligi, go'zallikka to'g'ri keldi. Endi bu daraxt mana shu Yaponiyada imperator daraxt deyiladigan, mana shu chiroyli gullaydigan, uzoq yillardan beri mana shunaqa odamlarga zavq bag'ishlaydigan daraxt. Mana bizni Andijonda iqlimi mana shu daraxtga to'g'ri kelganligi uchun butun viloyatimizga yaxshi mahalliylashib, juda chiroyli holatga keldi. Buni butun viloyatimiz, shahrimiz mana shunaqangi go'zal Pavloniya gullari bilan burkanganligi uchun butun mana xalqimiz, jumladan Andijon davlat pedagogika instituti jamoasi ham chiqib mana Andijon shahridagi 24 ko'chamizda juda chiroyli tadbir qilyapti. Bu tadbirda mana narigi ko'chamizdan boshlab yurib kelishdi hamma jamoatchilik vakillari, talabalar, xalqimiz. Endi bu yerga kelib konsert bo'lyapti. Bu konsert mana kechgacha davom etadi. Maqsad mana shu Andijon shahrini mehmonlarini, yoshlarni ko'nglini ko'tarish, ularga mana shu zavq bag'ishlash va bayramda o'zaro diydor ko'rishib, ko'tarinki ruhda o'tkazishdan iborat. Aynan mana aytib o'tdingiz, ishtirokchilar yurib kelishdi. Aynan mana shu Pavloniya ostidan o'tganingizda o'zingizda bir qanday taassurotlar qolmoqda? Haqiqatan ham bu odamlar, jamoatchilik, xalqimiz yurtimizda yuqorida aytganimdek tinchlik, xotirjamlikni qandaydir bayram qilishni xohlaydi. Shu nuqtai nazardan Pavloniya bu bayram qilish uchun juda yaxshi bahona bo'ldi. Hammamiz kayfiyatimiz ko'tarinki, xursand
mana shu Xudoga ming marta shukr deymiz, davlatimiz rahbariga rahmat deymiz, chunki mana shunday sharoitda bayram qilib, mana shunday go'zal daraxtda atrofida yoshlar birlashib, xursand kayfiyatda yurganligi bu o'zi baxt deb hisoblayman. Albatta rahmat aytamiz. Oqshomingiz xayrli bo'lsin. Biz esa davom etamiz muhtaram do'stlar. Pavloniya daraxt haqida ma'lumot beradigan bo'lsak, bundan 2600 yildan buyon parvarishlanib kelinayotgan ushbu imperator daraxti o'zini serviqor gullari bilan har bir insonni o'ziga tortadi. Ayni daqiqalarda esa biz faol qizlarimiz bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum. Kayfiyatlar qanday? Kayfiyatlar juda ham a'lo. Ayni damda biz Andijon viloyati markazida Pavloniya daraxti ochilishi munosabati bilan bayram festivalida tashrif buyurdik va biz Andijon davlat pedagogika instituti talaba yoshlari va o'z jamoamiz bilan turli chiqishlar bilan yurtdoshlarimizni qalbiga joy olmoqdamiz. Aynan mana shu tabiat qo'ynida ochilgan bu kabi go'zal manzarali daraxtlar sizni qaysi jihatlari bilan o'ziga tortmoqda? Albatta, avvalambor bu yurtdoshlarimizni, barcha yoshlarning qalbiga iliqlik bag'ishlaydi, kayfiyatlarini ko'taradi. Ko'rinib turibdiki, mana bu yerda yurtdoshlarimiz kayfiyati juda ham a'lo. Bu tadbirimiz juda ham manzur kelmoqda. Konsert dasturlari qanchalar yoqyapti? Konsert dasturi juda ham yoqyapti, chunki bu yerda hatto o'zimiz ham ishtirok etyapmiz. Ayni damda menga yoqqan jihati milliy qadriyatlarimizni tarannum etuvchi chiqishlar bo'lyapti. Shuning uchun qalbimizdan joy egallamoqda. Bir so'z bilan ta'riflaganda bu kabi festival yodingizda qaysi jihatlari bilan ajralib turadi? Pavloniya guli ochilishi juda ham bir kutganimizdan da a'lo voqea bo'ldi. Aynan mana shu va bundan ilhom olgan talabalarning chiqishlari, milliy qadriyatlar barchasi qalbimizdan joy olmoqda. Xalqimizni birlashtira oldi, birgalikda yana ham bunday tadbirlarni kutib qolamiz va o'zimiz ishtirokchisi bo'lamiz degan umiddamiz. Albatta rahmat aytamiz. Oqshomingiz xayrli bo'lsin. Muhtaram do'stlar, aynan damda ko'rib turganingizdek, biz to'g'ridan to'g'ri jonli efir orqali sizga bugungi Pavloniya Fest oqshomlarini taqdim etmoqdamiz. Bu yerdagi o'ziga xos atmosfera har bir insonni yuragidan qalbiga ko'chmoqda. Ayni daqiqalarda esa go'zal Andijonimizga kun o'z o'rnini tunga bo'shatib, Andijonimizning chiroyi yana ham ochilib bormoqda. Barchangizga sog'lik, omonlik tilagan holda ayni daqiqalarda sizlar bilan xayrlashamiz. Bu kabi festivallar viloyatimizning barcha shahar va tumanlarida ishqoqlik bilan davom etadi. Bu festival har bir yurtdoshimizning ekologik madaniyatini oshirishda ham o'zini hissasini qo'shmoqda.